Samarqandda 4-xalqaro simpozium tashkil qilingan. Bu simpozium tashkil qilishdan maqsad bizning sayyora, bizning uyimiz shiori ostida bugungi kunda 9 davlatdan ortiq haykaltaroshlar kelib, 12 nafar chet el haykaltaroshlari o'zimizning mahalliy haykaltaroshlar bilan birgalikda toshdan ekologiyaga bo'lgan munosabatini, o'zining asarlarini, ijodlarini yaratib kelmoqda. Har bitta shakllar bir-birini takrorlamaydi, umuman bir boshqacha ifoda etadi, o'ziga bir keng mavzuga, bir falsafasiga ega asarlar hisoblanadi. Asarlarda o'sha ekologiyaga bo'lgan munosabatini har xil shakl shamoyillarda bugungi mana Al-Jabir Britaniya haykaltaroshimiz 5 ta element mavzusida bugungi o'zining kompozitsiyasini hozir kundagi bo'lgan o'sha elementlarga, tabiatga, ekologiyaga bo'lgan munosabatini bildirgan. O'zbekiston haykaltaroshi Nodir Usmonov yerni qanaqadir bir asrash, o'rgimchak to'ri nozikligi, nafosatligi bilan uni qanaqadir insonlar tomonidan asrashligini o'z asarida ifodalagan. Simpoziumimiz 7-noyabrdan boshlanib 7-dekabrgacha davom etadi. Men Boltayev G'iyosjon, Farg'ona shahridanman. Samarqandda bo'lib o'tayotgan simpoziumda marmar tosh bo'yicha bo'lyapti. Bu bo'yicha men birinchi marta ishtirok etyapman. Avvallari metal konstruksiya bo'yicha simpoziumlarda ishtirok etyapman. Hozirda mana men hayot tomchisi degan bir tomchi suvni shaklini yaratishga harakat qildim. Endi bu oddiy tomchi emas. Bu tomchining ichida har bir tomchi suvning ichida qancha mikroorganizmlar bor, bir tomchi suvga zor, qancha xalqlar, davlatlarda bir tomchi suvga zor qilyapti-da. Bu suvning qadriga yetish, inson buni tejab ishlash kerakligini shu asarimda ko'rsatishga harakat qildim. Bu tomchidagi suvning ichida baliqlar o'zaro mitti baliqlar aylanib suv to'lqinlari bilan girdob ichiga kirib aylanib chiqayotgan holatini aks ettirganman. O'ylaymanki, tomoshabinlarga, xalqimizga bu asarim ma'qul bo'ladi degan umiddaman.